Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilarimiz, hurmatli obunachilarimiz va nihoyat qisqa tanaffusdan so'ng sizlarni e'tiborlaringizga Farg'ona moshina bozoridan obzorlarimizni boshladik. Qo'ldan kelgancha albatta o'sha holat, o'sha shlyapa, o'sha Farg'ona moshina bozori qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga orada qisqa tanaffus bo'ldi. O'zim ham juda ham bir sog'indim mana shu damlarda, mana shu joylarga kelishlarda yana sizlarga videoroliklar tayyorlashdi. Xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Albatta qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimizga like tugmasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Xudo xolasa sizlarni xizmatlaringdamiz. Demak, biz Farg'ona moshina bozoridan bugun 4-may yakshanba obzorlarimizni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, aka-ukalarimiz, sizlarning e'tiborlaringizga Cobalt avtomobilidan obzorlarimizni boshladik. Albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like, podpisasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Taqdim etmoqchi bo'lgan Cobalt avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1 yevro. Akalarimiz o'zlarining nomida ekan, narxi $6400. Albatta kami bor. Hop, nomerlari 90 838 02 01. 90 838 02 01. Hop, 2013. Aka endi kraskalari 30% kraskasi bor. 30% kraskasi bor. Qayerlarda endi? Orqasida oldidagicha bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, oldi orqa. Motorlar aka rasxotlar. Hech qanday rasxot yo'q. Rasxot yo'q, motor qilindi. Polni qilingan. Polni yemaydi. Yo'q yemaydi, polni motor. Korobkasi, ходовойda polni qilingan, bitta nimasi rasxot yo'q. Qayerdagi aka? Farg'onalik. Farg'ona shahrining mashinasi, qadrdonlar. Xo'p, 1 yevro metan gazlar qo'yilgan. 4-pakalari metan gazlari bor. Ko'rishlari mumkin. Farg'ona shahrining mashinasi. Salonlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar shumka qilingan, tonirovkasi bor. Va mana salon qismiga keladigan bo'lsa, yurgan kilometri 374.400 kilometr yurgan monitor qo'yilgan. Sidinda chexollar bor, barlar, oyoqdagiga bo'ylari bor ekan. Yaxshi holatda. Va mana ortadan ko'rinishi. 2013 1 yevro $6500 kami bor. Raqamlari bor ekan, telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni akalarimiz o'zlaridan olishlari mumkin. Aka bozor qilishdim. Ketishyapti. $6400 kami bor. Kami bor. 5 atrofida bitadimi? Yo'q. Oltini pastda bitta xatiyam. Oltinda jicha, olti jicha qo'shiladi. Oltiga qo'shilish kerak. Jicha qo'shilsa beraveramiz. O'zimizcha 6,5 olganmiz. $900 sarf qilib qo'ydik. Ko'p narsalarga. 6400 sotasiz. Sotyapman, iloji yo'q, bozor tushib ketdi. Gap yo'q. Dangali gapdi. Yana ham kamiga o'sha 6400 kami bor deyapti. 6400 qaranglar, 6,5 ga olib, yana $6400 kam bor ekan. Gap yo'q. Telefon qilinglar, qadrdonlar, qo'shimcha ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Aka buni variantga, barterga? Variantga qilib beramiz. Variantga. Qilib beraveramiz. Variantga qilib berilar ekan. 4000, 5000 puli borga variantga yo'llarni qilib beramiz. Telefon qilinglar, qo'shimcha ma'lumot akamiz o'zlaridan olinglar. Xudo xolasa barakasini bersin. Nexus sotildimi aka? Qanchaga? 7,5. Yili nechi? 18 7,5 ga. Nechinchi paytsa? Ikkinchi paytsa $7,500 sotilibdi, barakasini bersin. Xo'p, qadrdonlar, biz davom etamiz Farg'ona moshina bozoridan 4-may yakshanba. Albatta like, podpisasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Taqdim etmoqchi bo'lgan Cobalt avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan dehqonning mashinasi. Qadrdonlar, kraskasi toza, propan gazlar qo'yilgan. Hech qanday rasxot yo'q. Aka qancha yurdi? 26 ming. 26 ming kilometr yurgan. Qayerdagi mashina aka? Chimyonniki? O'zimizdan ekan-ku. Chimyonning mashinasi, dehqonning mashinasi qadrdonlar. Salonlarni bir ko'rsatib o'tamiz. 2024. Balon holatlari yangi ekan. Shumkalar yo'q, tonirovkalari bor. Va mana 26600 kilometr yurgan. Monitor qo'yilgan, avtomat korobka, sidin holatlari. Ko'rishlari mumkin. Evakor polilari bor qadrdonlar. Yangi mashinada endi 24 va ortidan ko'rinishi. Tabletga propan gazlar qo'yilgan ekan. Mana. Xo'p, dehqonning mashinasi. Aka tonirovka ruxsatlar qanaqa? Tonirovka ruxsati bor 2024. 24 mingmi yurgan? 26 ming yurgan, 12,5 ming kami bor. 26 ming yurgan, $12,500 kam bor. Variantga, barterga? Naqd kerak. Faqat naqdga. 12,500 kam bor. Bozor qilishdim. Baho
12300 bank qilib beramiz deyishdi, olmadimi? Aha, 12300 ga bermabdilar. 800 naqd sanayimizda qo'l sotarlar qilish sotmaydi. 11800 ga bermabdi. 12 pastda bitadi. Yo'q. 12 tepasida bitadi, 11800 ga bermabdi. Xo'p, telefon raqamingiz aka? 94 lik 232 0555. 232 0555 94 lik 232 0555 raqamga telefon qilib qadrdonlar bafurja boshqa ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Dehqonning mashinasi $12000 da tepasida bitadi deyapti. Aka bozoringiz bersa. Qadrdonlar, sizlarning e'tiborlaringizga Gentra avtomobilini taqdim etamiz. Ushbu Gentra avtomobilimiz hop aka yili nechi edi? 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika, kraskasi Orqa bagaj bilan Krilloda bor. orqa bagaj Krillosda bor. Mexanika 2017da. 2017. Qayerdagi mashina aka? Marg'ilon mashinasi, metan gazlari qo'yilgan. Qo'lni shumka bo'lgan aka mashina. Mejigarlari bor. To'rtta yumshoq balon yangi. Gendaverimiz beraveramiz. Generalni beriladi. Xo'p, bir salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Balon holatlari ham yaxshi ekan. Shumkalar, tonirovka va mana salon qismiga kelgan bo'lsa, mexanika barlari bor, pult, magnitofon. Va mana linoleumlari bor ekan. Ortidan ko'rinishi 2017-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Gentra avtomobili. Orqa tomonda kraskasi bor ekan. Xo'p, aka endi narxini qancha deyapmiz buni? 78 dan necha tushib beramiz? $7800 kam bor. Variantga, barterga? Barterga bo'laveradi, variantga emas. Variantga emas, barterga bo'ladi. $7800 kam bor. 7 pastda bitar. Yo'q, aka. Bitmaydi. Yo'q, 78 ozgina kami bor. Ozgina kam bor. Xo'p, telefon raqam berib qo'ying. 91 lik 91 lik 127 127 1450. 1450 127 1450 raqamiga telefon qilib qadrdonlar bafurja boshqa ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga Cobalt avtomobilini taqdim etishda davom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Stальной Svetdagi Cobalt avtomobilimiz, dehqonning mashinasi bu ham qadrdonlar. Sizlar talab va istaklaringizga binoan balon holatlari yaxshi. Qayerdagi aka mashina? Tashlaq Arab mozordagi. Xo'p, mexanika 2014 308 ming kilometr yurgan magnitofon, sidinda chexol, barlar, linoleumlari bor, kobrilari bor. Xo'p. Bitta oldini ko'rsatamiz. 2014 tashlaqning mashinasi qadrdonlar. Yo'l ochildi aka. Metan gazlari qo'yilgan. Agar rasxodlar motorlarda motor zo'r. hamma yo'q, kondisioner kondisioner habezi bor. ishlaydi. Hamma yo'q. Hammalari, kondisionerlari bor, metanlari bor. Rasxod Rasxod yo'q. motor qilinganmi? Yo'q, motor qilinmagan mashina. Hali qilinmagan. 2014 motor qilinmagan. Rasxod yo'q qadrdonlar. Motor ishlashlari zo'r. Ishlashlari yaxshi deyapti va mana yon tomondan ko'rinishi. Xo'p, aka kraskasi? Kraskasi aka mana bu yerda petno bor. Ha, petno. Arqa qanoti pastida bu. Qolgan joyda yo'q. Qolgan joylari toza. Xo'p, narxi aka? Narxi 7000 deyapmiz aka, ozgina tushib beramiz. $7000 kam bor. Bozor qilishdimi? 6,5 ming qilishdi. Bermaysiz. 7 pastda bitta xudo xolasa. Bitamiz. 6,5 mingga bermabdi. 7000 ni pastda xudo xolasa kelishib qolsak bitamiz deb. Bitadi deyapti. GMP ham yo'q beraveramiz. Gem berilaveradi. Akmitda muammo yo'q. Natarsizini so'raydi. Natarsiya sanolar. Xo'p, buni variantga, barterga Bo'laveradi. yo'llari bor. Damas bilan Sparkka barter qilaveramiz. Damas bilan Sparkka barter yo'llari bor. Xo'p, aka telefon raqam. 94 lik 94 lik 94 lik 003 0903. 0903 raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga navbatdagi 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt avtomobilini taqdim etamiz. Hali gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina, kondisioner abezlari bor. Pultlarigacha bor. 2017. Aka qayerdagi mashina? Farg'ona shahri. Kraskasi toza edi. Kraskasi toza, to'rtta yangi balon, diska balon qo'yilgan, kraskasi toza, shumkalari bor, tonirovkasi bor. Avtomat korobka, monitor qo'yilgan. Xo'p, sidinda chexollar bor, bar, linoleumlar, gobrilari bor.
Mers deflektorlar qo'yilgan ekan, vertolyotlari bor ichida. Va mana ortidan ko'rinish. Farg'ona shahrining mashinasi, qadrdonlar, hali gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina ekan. Menimcha tirikchilikdagi mashina. Va yon tomondan ko'rinishi. Qani endi aka? Hozir savdo qilishyapti, buni pauza qilib turamiz. 150 ming yurgan 2017 narxi? Narxi bo'ladigani 7700 aka. 7700 ga beriladi. Buni variantga barterga Naqd pulga sotamiz. Mayli bir hafta 10 kun aqabaqa bo'lsa da bo'ladi. bir hafta 10 kunga yo'l yo'riq qilib beramiz deyapti. 7700 naqdga sotamiz deyapti. Xo'p, telefon raqam 91 91 283 283 34 14. 34 14 raqamiga telefon qilib bafurja ma'lumotni o'zlaridan, batafsil ma'lumotni o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrdonlar, taqdim etmoqchi bo'lgan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz oq rangda 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Egasi qayerga ketdi endi? Xo'p, 2014 ekan, kraskasini toza, 4-pokoleniya gazlari bor ekan. Konditsioner, ABS va mana yon tomondan ko'rinishi. Akamiz savdo qilyapti ekan. 2014-yil, kraskasi toza. Qancha yurdi? 400 ming o'zimiz halol pok yurgan. 400 ming yurgan. Rasxod motorda aka. Yo'q, motorda hadovoyda umuman rasxoti yo'q. Bitta baloni yangi. Ikkinchi paytsa konditsioner ham yo'q ishlaydi. Ikkinchi paytsa 4-pokoleniya gazlari bor ekan aka. Xo'p, mexanika 431.100 kilometr yurgan. Magnitofon, mexanika, sening holatlari yaxshi, linoleumlari bor. 4-pokoleniya propan gaz qo'yilgan ekan va mana ortidan ko'rinishi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili. Aka, endi narxini qancha deyapsiz buni? Bo'lishi 6800 dollar. Bo'lishi 6800 dollar. Kami yo'q. Yo'q, undan kam yo'q. Variant barter. Pulga sotiladi. Faqat naqdga. Telefon raqam qaytarib qo'ying. 91 283 34 14. 91 283 34 14 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Nexia 3 avtomobili sotilibdi qadrdonlar. Aka, sotildimi? Puli necha aka? 7800. 2019 7800 kam bor. Mexanika? Mexanika 180 ming. 180 ming. Mana to'rtta sakadiskalar qo'yilgan. Boshqa aytmang aka. Aka 2019-yil 180 ming yurgan oq toza. Aha. Hop, to'rtta sakadiskalari qo'yilgan, mexanika o'zi ikkinchi pozitsiyasi. Aha. Mashina o'ta tiniq holatda sarf yo'q, olgandan keyin bitta avtoda adashtirib yuraveradi, bo'ldi. Gap yo'q. Telefon raqam Telefon raqam 50 221 1471. 1471. Gap yo'q. Bozorlar ham bersin. Raqamiga telefon qilinglar, sotilmabdi ekan. Bafurja ma'lumot o'zlaridan olasizlar. Qadrli kuzatuvchilar, sizlarning e'tiborlaringizga Nexia 3 avtomobilini taqdim etamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobili ikkinchi paytsa mexanika, kraskasi aka endi. Eshikda. Qayerga ketib Ichiga o'tmagan, germetkalar buzilmagan. Bitta eshikdami? Ha, bitta eshikda. Bitta eshikda kraskasi bor. 2018. Qancha yurdi? 234 ming. 234 ming kilometr yurgan. Dehqonning mashinasi. Qayerdagi aka mashina? Balon holatlari yaxshi. Qo'shtepani mashinasi, shumkalari bor. Tonirovka, hop, tomigacha shumka qilingan ekan. Sening holatlari mexanika, magnitofon. Bitta oldini ko'rsatib qo'ysak, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Dehqonning mashinasiga qadar olib bitta eshikda kraskasi bor va mana ortidan ham ko'rinishi. Bu joyga nima? Sal qirilgan joyi bor ekan menimcha. Hop. Mexanika Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun motor holatlari, metan gazlari qo'yilgan. Agar asfotlar yo'q-a? Xo'p, narxi necha pul deyapsiz? 7300 deyapti. 7000 beramiz. 2018 7300 dollar kami bor. 7 ni pastda bitadimi? 7 ga beramiz aka. Bo'lish 7000 dollarga beraman deyapti. Telefon raqami aka? 33lik. 540. Bo'ldi aka hozir. 90 nechilik? 33lik. 33lik 540. 540 225. 225. Raqamiga telefon qilib
batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Dehqonning mashinasiga qadrdonlar. Endi bu yon yo'llarni ozgina ish qiladigan joylari bor shekilli. Bir ustalaringga ko'rsatib bemalol olaverasizlar qadrdonlar. Mana shu eshigida kraskasi bor dedi. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumot akamiz o'zidan olinglar, barakasini bersin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga dehqondan Cobalt taqdim etishda davom etamiz. Mokri Svetdagi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili. Xo'p, 2 yevro deyapti akamiz. Bir ko'rsatib o'tamiz. Motorlar ishlab turibdi, yaxshi holatda. Metan gazlari qo'yilgan, motor holatlari ishlab turibdi, konditsionerlari 2 yevro. Va yon tomondan ko'ring. Aka, kraskasini qanaqa dedingiz? Kraskasi tozza. Xo'p, ma'lumotlarni aytaverasiz. 2015 2 yevro 210 ming yurgan. 210 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Farg'ona shahar. Farg'ona shahri O'zim mashina. nomida. Ha, dokumentda hamma hujjatlar bo'ladi. hamma hujjat berilaveradi. Metan gazlari qo'yilgan ekan. Metan gaz bor. Rasxod. Rasxod yo'q, qo'lni shunga qilingan, to'rtta yumshoq mana yangi qo'yilgan. Xo'p, aka narxi? Narxi 8200 kami bor. Telefon qilib bo'lishyapti. Xo'p, 8200 dollar kam bor. Kami bor. Bozor qilishdimi? Qilishdi. Qancha? 7,5 ming. 7,5 mingga bermaysiz. 8 pasda bitadimi? Bitadi. Xudo xohlasa. Variantga, barterga? Yo'q. Faqat naqd. Barter yo'q, ha, naqdga sotiladi. Telefon raqamingiz? 93lik 90chilik 642 81 80. 81 80 81 80. Raqamiga telefon qilib, qadrdonlar, batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari. Kraskasini qanaqa dedingiz aka? Tozza. Tozza edi. Kraskasi tozza 2015. 2015. Raqamiga telefon qilinglar, qadrdonlar. Balonlari ham yangi ekan. Qo'shimcha ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga navbatdagi yili pastroq Cobalt taqdim etishda davom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili, ikkinchi pozitsiya mexanika, 4-pokoleniya metan gazlari qo'yilgan. Bezlari, konditsionerlari bor. 2014 aka kraskasi Kapotida krelota. kapot va krelosda kraskasi bor. Aha. 3 ta detalda kraskasi bor. Bunda. Butun ha orqasi. 2014 4-pokoleniya metan gazi bor. Kraskasi 3 ta detalda bor. Xo'p, aka yurgani qancha? 288 ming. 288 ming kilometr yurgan balon holatlari yaxshi. Bitta salonni ko'rsatib o'tamiz, qadrdonlar. Mexanika, polilari bor, magnitofon. Salon qismlari. Aka, qayerdagi mashina? Dangaran. Dangaran mashinasi. Xo'p, aka narxi 7300. 7300 dollar kam bor. 7 pasti bitadi? Yo'q. 7larga. 7larga. Telefon raqam berib qo'ying. 99. 99lik 603 50 30. 603 50 30. 603 50 30. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Cobalt sotildimi aka? Qanchaga? 10800 ga. 10800 ga navbatdagi Cobalt avtomobili sotilibdi. Necha yili? 22. 22. 22 avtomat korobka, kraska Kraska tozza 57 ming yurgan. 57 ming yurgan, qanchaga? 10 ming? 10800 ga sotildi. 10800 dollarga sotilib, qadrdonlar. Aka barakasini bersin. Yaxshi. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga yangi Cobalt taqdim etamiz. Ushbu Cobalt avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Xo'p, metan gazlari qo'yilgan ekan. 4-pokoleniya metan gazlari bor. Konditsioner, ABSlari bor. 2024. To qancha yurdi dedingiz? Balon holatlari yaxshi. Tonirovka, avtomat korobka. Endigina 19800 kilometr yurgan magnitofon. Xo'p, faqatgina shu gazi qo'yilibdi. Radnoy turibdi qolgan joylari. Va mana ortidan ko'rinishi. To dokumentda muammo yo'qmi? Generalni berilaveradi. Bo'laveradi. Xo'p, 2024 19800 yuribdi. Kraskasi toza, metan gazlar qo'yib qo'yibsiz. Narxi 12200 dan ozgina beradi. 12200 dollar kam bor. 12 pasta bitadi. Mayli 12 dan olib. Variant barter
Bor. Yo'llari bor. Variant yo'q. Variant yo'q. Barter bor. Telefon raqam berib qo'ying bitta. 99lik 99lik 809 809 85 85 83. 85 83 raqamga telefon qilib aka zamondoshim kanali YouTube, Instagram bor. Raqamga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Gazi bor, tayyor Cobalt avtomobili. Xo'p, like podpisatsiyani bosib qo'yaverasizlar. Biz sekin davom etamiz. Kun issig'iga qaramasdan qadrdonlar sizlar uchun Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Bu yog'i haya makapoya bosa bos.